Diqqat! Mehnat faoliyatini davom ettirayotgan nogironligi bo'lgan shaxslar qanday qilib pensiya miqdorlarini oshirishlari mumkin? Buning iloji bormi? Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. Mehnat faoliyatini davom ettirayotgan nogironligi bo'lgan shaxslar qanday qilib pensiya miqdorlarini oshirishlari mumkin? Buning iloji bormi? Albatta bor. Qonunchiligimizda ishlayotgan birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslarning pensiya miqdorlari har 2 yilda qayta hisoblab berilishi belgilab qo'yilgan. Buning uchun birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar ularga pensiya tayinlanganidan keyin mehnat faoliyatlarini davom ettirib, 1 yil ish stajiga ega bo'lishlari lozim. Shundan so'ng mazkur toifa shaxslarning ish stajlari va ish haqlari to'g'risidagi ma'lumotlar pensiya jamg'armasi tomonidan tegishli tashkilotlarning axborot tizimidan olinib, avtomatik ravishda pensiya miqdorlari qayta hisoblanadi. Yodda tutish lozim. Bunda birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar pensiya jamg'armasi, tuman, shahar bo'limlariga murojaat qilishlari shart emas. Pensiya miqdori oshgan taqdirda pensionerning telefon raqamiga bu haqda SMS xabarnoma yuboriladi. Telefon raqami nomida bo'lmagan pensionerlarga bu haqda pochta xizmati orqali xabar yetkaziladi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Video yoqqan bo'lsa, bir dona like bosishni unutmang.